mushtdek ko'mir, mushtdek almas. Agar hozir mushtdek almas bo'lsa, 94 tonna tillani qiymatiga teng bo'lar ekan. 94 tonna tillani qiymatiga teng bo'lar ekan mushtdek almas bo'lsa. Mushtdek ko'mirning narxi qancha? Mushtdek almasning narxini aytdim. 600 gram, 600 gram. Almas o'zi asli ko'mir. Uzoq yillar yerda tagida qattiq siquv bosim ostida uzoq muddat turar ekan, ko'mir almasga aylanar ekan. Mo'min banda Robbisining sinovlari, imtihonlari, mashaqqatlariga duchor bo'lar ekan, sabr qilar ekan, rozi bo'lar ekan, duo qilar ekan, almasga aylanar ekan ko'mir. Va shu sinovlar bilan Alloh taolo o'zini bandasini o'ziga yana ham yaqinroq qilar ekan. Likey